Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Arab tili grammatikasiga oid darslarimizni davom ettiramiz. Bugun Alloh taolodan tavfiq so'rab yana bir arab tili grammatikasini sarf faniga oid darslikdan boshlaymiz inshaalloh. Biz o'qimoqchi bo'layotgan kitobimiz hozirgi kunda o'zbek zabonlarining ichida eng keng tarqalgan kitoblardan biri Taysirus Sarf deb nomlangan kitob. O'zi nomidan ham ko'rinib turibdi, ya'ni osonlashtirilgan, yengillashtirilgan sarf degani. Bu sarf darsligi, ya'ni Taysirus Sarf kitobi birinchi arab tili grammatikasini o'qishlikni, o'rganishlikni boshlagan kishiga juda ham mos keladi inshaalloh. Shuning uchun arab tilini grammatikasini yangi boshlaganlarga mana shu kitobdan birinchi bo'lib boshlashlik tavsiya qilinadi. Bu kitob inshaalloh hali o'qishlik davomida ham ko'ramiz. Juda ham tartibli, oson, sodda uslubda yozilgan. O'zini ismiga mos inshaalloh, ya'ni yengil va osonlashtirilgan ko'rinishda. Bu kitobni tuzuvchisi Ibodulloh Ahrorov degan kishi ekan. Hozirgi bizni qo'limizdagi kitob bu 2015-yilda chiqarilgan ekan. Balki agar yana yangi chiqqani bo'lsa, biroz farqlari bo'lishi mumkin. Endi boshida mana Bismillahirrohmanirrohim deb kirish qismida, muqaddimada sarf ilmi va uni ahamiyati to'g'risida va umuman olganda arab tili grammatikasi qanday uslubda o'qiladi va sarf fani nima degani o'zi va mana shunga o'xshagan ba'zi foydali ma'lumotlar berilgan. Mana shuni o'zingizlar albatta mustaqil o'qib chiqishinglar kerak. Buni o'qib chiqilgandan keyin bo'lsa, darsga kirishib ketilaveradi. Bo'lmasam biz birinchi darsdan boshlaymiz inshaalloh. Sarf ilmi, tayanch so'z va iboralar. Bu mavzuda biz inshaalloh sarf ilmi nima ekanligini o'rganamiz. Sarf ilmi, kalima, ism, fe'l va harf. Mana shu mavzularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Sarf ilmi nima degani o'zi? Biz yuqorida aytdik, arab tili grammatikasini sarf fanidan dars qilishlikni boshlaymiz dedik. Chunki arab tili grammatikasi asosan ikkita fanda o'rganiladi. Birinchisi sarf fani, ikkinchisi nahv fani. Bu sarf va nahv fanlari tugagandan keyin, undan keyin balog'at fani nima qilinadi? O'rganiladi. Lekin birinchi nima? Mana shu arab tili grammatikasiga kirish eshigi mana shu sarf ilmi deb e'tiborga olinadi. Hop, mana shu sarf ilmi birinchi poydevor ekan arab tili grammatikasini o'rganishlikda. O'zi sarf ilmi nima degani desa, mana aytayaptiki, sarf ilmi kalimalarning yolg'iz shakldagi holatlarini va fe'llarning tuslanishini o'rgatadigan ilm hisoblanadi. Demak, sarf ilmi nima ekan desa, bitta yolg'iz kalimani har xil shaklga kirgizish, har xil shaklini o'zgartirishlik va shakli o'zgargan paytda qanaqa ma'nolar kelib chiqadi, mana shuni sarf ilmi o'rgatadi. Demak, sarf ilmi umumiy jumla to'g'risida emas, bitta butun gap to'g'risida emas, balki bitta dona kalimani ustida sarf ilmi nima qiladi? Shug'ullanadi. Masalan, bunga misol aytadigan bo'lsak, misol uchun daraba fe'lini oladigan bo'lsak, daraba urdi degani. Endi buni yadribu deydigan bo'lsak, uradi, uryapti. Doribun bo'lsa, uruvchi masalan. Adrobu desek, uruvchiroq masalan. Madrubun bo'lsa masalan, urilgan, ya'ni kalta kelgan. E'tibor bersak, bitta masalan dorbun o'zi mana shu kalimalarning asli o'ziga. Asl kelib chiqishi mana shu dorbundan kelib chiqqan. Lekin buni daraba desak, urdi bo'lyapti, yadribu deb o'zgartirsak, uradi degani, idrib desak, ur degani, masalan, shunga o'xshagan. Boshqa misollar ham olishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, masalan, allama desak, ta'lim berdi, o'rgatdi degani. Endi buni ta'allama desak, ta'lim oldi, o'rgandi. Masalan, muallimun desak, o'qituvchi, ta'lim beruvchi degani. Endi mutaallimun bo'lsa, ta'lim oluvchi, ya'ni o'quvchi degan ma'nolar kelib chiqadi. Va hokazo, masalan, darsun degan so'z. Darsun dars degani. Endi mana shuni darisun desak, dars oluvchi, ya'ni o'quvchi. Masalan, mudarrisun desak, o'qituvchi, dars beruvchi. Madrasatun desak, dars oladigan, dars qilinadigan joy, madrasa degan ma'nolar kelib chiqadi. Ya'ni bitta kalimani shaklini turli xil ko'rinishga o'zgartirib va shakli o'zgargan paytda qanaqa ma'nolar kelib chiqyapti, mana shuni sarf ilmi nima qilar ekan, o'rgatar ekan. Buni hali inshaalloh dars mobaynida yana ko'rib boramiz. Arab tilida biror ma'noni anglatgan so'zga kalima deyiladi. Arab tilida biror bir ma'noni anglatsa, ana shunga kalima deb aytilar ekan. Biror bir ma'noni anglatmasa, unga kalima deb aytilmaydi. Kalima 3 qismga bo'linadi: ism, fe'l, harf. Endi masalan, ma'no anglatadigan so'zlarga misol aytadigan bo'lsak, misol uchun qalamun desak, qalam, ya'ni biror bir yozadigan bir qalamni tushunamiz. Yoki bo'lmasa masalan ma'a desak, ma'a degani birga degani.
bir ma'no nima qiladi, zehnimizda gavdalanadi. Yoki bo'lmasa tilmizun desak, o'quvchi. Yoki bo'lmasa yaktubu desak, yozyapti. Qarasak hammasida bir ma'no bor. Yoki bo'lmasa masalan zaydun desak, bir odam ismi. Endi shuni teskarisini aytsakchi, zaydunni masalan dayzun desak, bunda bir ma'no nima bo'lmaydi, kelib chiqmaydi. Buni shuning uchun nima deb aytilmaydi? Kalima deyilmaydi. Demak, kalima nima bo'lar ekan? O'zidan bir ma'noni anglatadigan so'zga kalima deb aytiladi. Va kalima arab tilida 3 qismga bo'linadi: ism, fe'l va harf. Har qanday gapni oling, arabcha gapni olingda, undagi ichidagi so'zlarni oladigan bo'lsak, yo ism bo'ladi, yo fe'l bo'ladi, yoki harfdan iborat bo'ladi. Ya'ni 4-qismi yo'q. Har qanday so'z borki, har qanday kalima borki, u mana shu arab tilida ism yoki fe'l yoki harf degan taqsimotdan tashqariga chiqmaydi. Endi ism nima degani? Birinchisi, mustaqil ma'noni anglatib, biror zamonni bildirmagan kalimaga ism deyiladi. Masalan, mana misol: kitabun kitob, qalamun qalam. E'tibor bersak, mana kitabun desak, kitob degan bir mustaqil bir ma'no kelib chiqyapti. Kitob desak, masalan, kitob desak, bir o'quvchiga bir qanaqadir kitob tasavvuriga, xayoliga keladi. Ya'ni bitta ma'noni anglatayotganligi shu. Endi kitob deganimizda biror bir zamonni bildiradimi? Masalan, o'tgan zamon yoki hozirgi zamon yoki kelasi zamon. Mana shunaqa birorta zamonga aloqasi bormi desa, yo'q. Yoki bo'lmasa masalan Muhammadun desak, Muhammad deganimizda bir odamning ismi, bir kishi xayolimizga keladi. Bir mustaqil ma'no anglatayotganligi shu. Lekin undan biror bir zamonga aloqasi kelib chiqadimi? Ya'ni o'tgan zamon yoki hozirgi zamon yoki kelasi zamonga. Yo'q. Zamonga aloqasi yo'q, lekin mustaqil ma'nosi bor. Buni ism deyiladi. Ismlar masalan narsalarning nomlari bo'lishi mumkin, shaharlarning nomlari bo'lishi mumkin, odamlarning ismlari bo'lishi mumkin va hokazo, hammasi ism deyiladi. Endi ikkinchi kalimani birinchi qism, demak 3 ta qismga bo'lindi. Kalima birinchisi ism deyildi, keyingisi fe'l. Fe'l nima degani? Mustaqil ma'noni anglatib, biror zamonga dalolat qilgan kalimaga fe'l deyiladi. Demak, fe'lda nima farqi bor ekan? Unda biror bir zamonga dalolat qiladi. Zamonlar ham 3 ga bo'linadi: o'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Demak, fe'l nima degani ekan desa, fe'lda mustaqil ma'no anglatar ekan, xuddi ismga o'xshash. Lekin ismda zamonga aloqasi yo'q. Fe'lda bo'lsa, biror bir zamonga ham nimasi bo'ladi? Aloqasi bo'ladi. Misol uchun, daraba desak, urdi degani. Ya'ni o'tgan zamonda. Urdi desak, o'tmishda urganligi bilinadi. Yoki bo'lmasa masalan, yadribu desak, uradi yoki uryapti degani. Ya'ni hozirgi yoki kelasi zamonga aloqasi bo'ladi. Urdi degan paytimizda ham urishlik bir mustaqil bir ma'no bor va ana shu urganligi yoki o'tgan zamonda yoki hozirgi zamonda yoki kelasi zamonda sodir bo'lganligini nima qilamiz? Ana shu ma'nolarni bilamiz. Fe'lda demak ikkita ma'no bo'lar ekanda, ham bir mustaqil ish harakat ma'nosi bo'ladi, ham undan tashqari biror bir zamonga, ya'ni o'tgan zamonda ana shu ish harakatni yoki hozirgi zamonda yoki kelasi zamonda bo'layotganligini yoki bo'lganligini bildirar ekan. Masalan, kataba desak, yozdi o'tgan zamonda, yoki yaktubu desak, yozadi, ya'ni kelasi zamonda. Yoki bo'lmasa masalan ishrob desak, ich desak, ya'ni bu ich degan paytimizda bir ichishlik, ya'ni mustaqil bir ma'noni anglatyapti va undan keyin ichkin degan paytimizda hali ichgani yo'q, ya'ni kelajakda ichishiga buyuryapmiz. Mana shunaqa, demak fe'lda ham mustaqil ish harakat ma'nosi bor va undan tashqari zamonga dalolat qilishligi bor. Endi kalimani 3-qismi. Demak, yuqorida biz ism nima ekanligini, fe'l nima ekanligini o'rgandik. Endi harf. Demak, harf degani bu mustaqil ma'noga ega bo'lmagan hamda biror zamonni ifoda etmagan kalimaga harf deyiladi. Demak, harfda mustaqil ma'no ham bo'lmaydi va zamonga ham aloqasi bo'lmaydi. Bu yerda mana misol beryapti. Misol min. Bu nima? O'zbekchada dan qo'shimchasini beradi. Masalan, minal madrasati desak, madrasadan. Masalan, kharajtu minal madrasati desak, madrasadan chiqdim. Keyingisi masalan, ila, bu o'zbekchada ga qo'shimchasini beradi. Masalan, aytamizki, ila suqi desak, bozorga degani. Masalan, zahabtu ila suqi, bozorga bordim. E'tibor bersak, bunda min, dan degan paytimizda, dan deganda mustaqil bir ma'nosi yo'q. Yoki ilada ga degani. Buni mustaqil bir ma'nosi yo'q. Balki bular, ya'ni harflar, o'zida mustaqil ma'nosi bo'lmaydi, balki ismga yoki fe'lga qo'shilib, keyin ma'nosi ko'rinadi. Lekin bu degani mustaqil ma'nosi yo'q degani, umuman ma'nosi yo'q degani emas. Chunki bu harflarda,
ya'ni hozir biz kalima deb aytdik-ku, kalimani o'zi sharti nima edi? Kalimani ta'rifida aytdikki, o'zidan ma'no anglatgan so'zga kalima deyiladi. Ya'ni kalimada albatta bir ma'no anglatadi. Faqatgina shu ma'noni anglatishligi mustaqil ma'noni anglatishi mumkin yoki bo'lmasa mana bu harfga o'xshash mustaqil ma'noga ega bo'lmaydi, lekin boshqa ismga yoki fe'lga qo'shilib keyin ma'nosi to'liq ko'rinadi. Ya'ni baribir ma'nosi bo'ladi. Endi masalan ma'nosi bo'lmaydigan harflar bormi deyilsa, masalan o'zimizni arab alifbosidagi harflar. Masalan alif, ba, ta, fa, jim, ha degan paytimizda bunda bularda ma'nosi yo'q. Oddiy bular arab tilidagi harflar hisoblanadi. Ular shunchaki so'zlarni yasashlik uchun ishlatiladigan alifbo harflari. U harf boshqa, ularni huruful mabani deb aytiladi. Ya'ni bir so'zni bino qilishlikda, yasashlikda ishlatiladigan harflar. Endi mana bu sarf fanidagi harflar bo'lsa, bularni huruful maani deb aytiladi. Ya'ni ma'nosi bor harflar. Masalan, min degan paytimizda dan, ya'ni bunda to'liq mustaqil ma'noni ifodalaydigan kalima bo'lmasa ham, lekin ozgina nimasi bor, ma'nosi bor. Shuning uchun bular ma'nosi bor harflar deyiladi. Sarf fanida demak biz muallim soniy kitobida o'tganimiz arab alifbosida, masalan qoidatun nuroniyada o'tgan arab alifbosidagi harflar nazarda tutilmaydi, balki bu yerda ma'nosi bor harflar nazarda tutiladi. Faqatgina shu ma'nosi yo ismga yoki yuqorida aytganimizdek fe'lga qo'shilib keyin nima bo'ladi? Ma'nosi ko'rinadi to'liq. Bo'lmasa alohida yolg'iz oladigan bo'lsak, ma'nosi mustaqil bir to'liq ko'rinmaydi. Demak, biz qisqacha hozir sarf ilmi nima ekanligini o'tdik va arab kalimalari 3 qismga bo'linishi, ism, fe'l va harfga bo'linishini aytdik va endi fe'l degan mavzuga yana bir qaytyapmiz. Fe'l harflarining adadi, ya'ni soniga ko'ra 2 qismga bo'linadi. Endi fe'lni demak yana bir boshqa taqsimoti bor. Qaysi taqsimoti deyilsa, fe'lni harflarini soni adadiga ko'ra yana 2 qismga bo'linar ekan. Birinchisi sulosiy. Sulosiy degani 3 harfli degani. Masalan, doroba, urdu kabi. Doroba deganimiz mana dot, ro, ba. Mana 3 ta harf bor. Doroba. Ustidagilar bular harakatlar harf deb e'tiborga olinmaydi. Muhimi bu 3 ta harf. Masalan, kataba desa yozdi. Yoki bo'lmasa masalan xoroja chiqdi. 3 ta harfdan iborat hammasi. Bular sulosiy deb aytiladi. Keyingisi ruboiy, 4 harfli fe'llar. Misol uchun dahroja, yumalatdi degani. Dahroja. Yoki bo'lmasa masalan zalzala desak, zalzala ya'ni tebratdi, silkitdi degani masalan. Shunga o'xshagan qarasak mana dahrojada 4 ta harf bor. Mana dal, ha. Birinchi savol, sarf ilmi nimani o'rgatar ekan? Buni o'zimiz nima qilamiz? Javob beramiz. Kalima nima? Kalima nima ekanligini aytamiz. Uchinchisi, kalima necha qismga bo'linadi? To'rtinchi savol, fe'l harflarining e'tiboriga ko'ra necha qismdan iborat? Bularga nima qilamiz? Yuqoridagi mana bu darsni yaxshi tushunib, yodlab nima qilamiz? Undan keyin mana shu savol va topshiriqlarga o'tamiz. Dars tayyorlash qanday bo'ladi desa, har bir o'tilgan mavzuni qoidalarini yaxshi puxta yodlaymiz va har bir mavzuni birinchi o'rinda o'qib tushunib olamiz. Ya'ni birinchi qiladigan ishimiz har bir mavzuni o'qib, birinchi yaxshi tushunib olamiz va ana shu mavzuda kelgan, har bir mavzuda kelgan qoidalarni misollari bilan yodlab olamiz. Masalan, misol deb turib keltiryapti-ku. Misol kitabun kitob, qalamun qalam deb. Shunga o'xshagan misollarni ham qo'shib nima qilamiz? Yodlab olamiz. Qoidalar, ta'riflar, muhim bo'lgan mavzularni, muhim bo'lgan ma'lumotlarni yodlab olamiz. Undan keyin mana bu savol va topshiriqlar beriladi. Ana shularga javob berib ketamiz. Lekin shunchaki xuddi Fotiha surasini yodlagandek nima qilmaymiz? Yodlab olmaymiz. Balki nima qilamiz? Birinchi tushunib, yaxshi o'qib olib, undan keyin kerakli muhim bo'lgan joylarini yodlab va savol va topshiriqlarga o'tamiz. Va undan tashqari bugungi birinchi mavzudan oldin yuqoridagi kirish qismini ham albatta o'qishimiz kerak. Chunki unda ham ba'zi muhim ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birinchi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda inshaalloh mezon degan mavzudan davom ettiramiz. Alloh taolo darslarimizni manfaatli va bardavom qilsin. Vallohu a'lam.